Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga mini instrumentlar yoki bo'lmasam kichik ish qurollari yo'nalishida xuddi shunday videolarni tayyorlashni o'rgatmoqchiman. Bunday videolar do'stlar 100% sun'iy intellektda qilinadi va yasash juda ham oson. YouTube'da hozirgi kunda shunday videolar millionlab prosmotr olyapti. Shuning uchun do'stlar, hozir sizlarga buni qanday qilishni o'rgataman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani bo'lmasam, boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalini o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak do'stlar, birinchi o'rinda ChatGPT saytiga kiramiz va undan so'ng mening Telegram kanalimga o'tishimiz kerak bo'ladi. Chunki Telegram kanalimda promptni joylab qo'yaman. Ya'ni video chiqadi, xuddi shunday obloshkasini joylayman va pastdan do'stlar promptlar deb shuni ssilka qoldiraman. Ustiga bosib promptni ko'chirib olishinglar kerak bo'ladi. Telegram kanali manzili do'stlar mana Vigetta deb yozilgan. Bemalol qidiruv orqali ham topishinglar mumkin yoki video ostida ham manzili bo'ladi. Xullas do'stlar, ChatGPT ga kiramiz. Ushbu promptni oxirigacha ko'chirib olamiz va uni ChatGPT ga yuboramiz. Shunda do'stlar, bizga ChatGPT 10 ta ideya beradi. Mana ko'ryapsizlar, 1, 2, 3 deb yozishni boshladi. 10 ta ideya beradi. Bulardan biz istaganimizni bittasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi yoki bir nechtasini tanlasak ham bo'ladi. Buni bemalol tarjimon orqali tarjima qilib nimaligini bilib olsanglar bo'ladi. Men shunchaki misol uchun ikkinchi variantni tanlayman. Bu uchun 2 deb yozaman va ChatGPT menga yana 2 ta prompt yozib beradi. Birinchi prompt bu rasm tayyorlash uchun prompt, ikkinchisi esa video tayyorlash uchun prompt hisoblanadi. Mana image prompt yozib berdi, video prompt yozib berdi. Image promptni shunday ko'chirib olaman-da do'stlar, Flow saytiga o'taman. Mana Flow saytiga o'tdim. Bu yerdan create image ga qo'yamiz va ushbu promptimizni qo'yamiz. Va do'stlar, e'tibor beringlar, ushbu joyda, ya'ni oxirida brand name degan joy bor. Bunga biz o'zimizning kanalimizning nomini yozsak bo'ladi. Misol uchun men Vigetta deb yozaman va nastroykaga kirib, modelni Nano Banana Pro ga qo'yaman. Sizlar ham shu variantga qo'yinglar. Eng sifatlisi shu hisoblanadi va bu yerdan biz 9 ga 16 formatni tanlashimiz kerak bo'ladi agarda shorts video qilmoqchi bo'lsak. Agar long format bo'lsa, unaqada 16 ga 9. Xo'p, bu yerdan esa nechta variant kerakligini tanlaymiz. Menimcha 2 ta normalli va biz buni jo'natib natijasini kutamiz. Demak, mana 2 ta variant qilib berdi do'stlar bizga. Bu yerdan istaganimizni tanlashimiz mumkin. Undan so'ng esa biz videoga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, buning uchun xuddi shu joydan do'stlar Flow saytini o'zidan pastdan create image ga bosib, ushbu ikkinchi variantni tanlaymiz va ushbu plyusga bosib, hozir yuklab olgan rasmimizni joylaymiz. Mana joyladim do'stlar. Endi ChatGPT ga qaytib video promptni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'chirib oldim. Ushbu joyga promptni qo'yamiz va brand name ga yana xuddi shu kanalimiz nomini yozamiz. Men Vigetta deb yozyapman, sizlar o'zingizlarning kanalinglarni yozasizlar. Va bu yerdan nastroykasiga kirib, shu birinchi variantga qo'yamiz modelni, bu yerdan 9 ga 16 va bu yerdan bir nechta variant tanlashimiz mumkin. Men bitta tanlayman. Shuni o'zi meni o'ylashimcha yetarli bo'ladi. Demak, yuboramiz va natijasini kutamiz. Demak, videomiz tayyor bo'ldi do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham bomba o'ylashimcha va do'stlar, mana e'tibor beringlar, Vigetta degan yozuv xuddi shu joyda yozildi, ya'ni instrumentni brendi. Xo'p, endi biz xuddi shu tarzda yana 2 ta variant tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ChatGPT ga kirib, ushbu promptni yana bir marta yozamiz yoki shunchaki ushbu joydan boshqa variantlarni tanlashimiz mumkin. Masalan, 5 deb yuboramiz. 5 uchun bizga yana boshqa prompt yozib beradi.
3 ta xuddi shunaqa video tayyorlaysizlar do'stlar. Undan keyin montajga o'tasizlar. Men xullas 3 ta variant tayyorlab oldim. Bularni CapCut dasturiga tashlayman va bularni ketma-ket joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana oddiy joylashtirdik. Endi bularni 3-4 sekunddan qilib kesib olishimiz kerak bo'ladi. Mana men 4 sekunddan qilib kesib oldim. Jami 12 sekund bo'ldi do'stlar. Endi esa biz mana bu pastdagi Veo logotipi ko'rinib qolmasligi uchun bularni hammasini birlashtiramiz va ozgina razmerini kattaroq qilamiz. Mana o'shanda do'stlar umuman logotipi ko'rinmaydi va bizning videomiz tayyor. Demak do'stlar, bunday videolarni yasash juda ham oson. O'zingiz ko'rdingiz, xuddi shunday videolarni telefonda yasab, YouTube ga joylab daromad qilishingiz mumkin. Buning uchun esa do'stlar, sizlarga Amerikan YouTube kanal kerak bo'ladi. Agar sizga Amerikan YouTube kanal kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qiling. Biz sizga Amerikan YouTube kanal ochib beramiz, yo'nalish tanlab beramiz, nom qo'yib beramiz, professional sozlab beramiz, dizayn qismlarini qilamiz, telefon nomer bilan tasdiqlaymiz. Xullas sizga tayyor kanalni topshiramiz. Va eng muhimi do'stlar, videolar yasashingiz uchun biz sizga video darsliklar tashlab beramiz. O'zimizning yopiq darsliklar kanalimizga ham qo'shamiz. Shuning uchun do'stlar, hoziroq bizga Telegram orqali murojaat qiling va atigi bir kunda o'zingizni Amerikan YouTube kanalingizga ega bo'ling. Telegram adminimiz manzili video ostida hoziroq o'tib yozishingiz mumkin.